Rejissor, dramaturg, kompozitor, rassom tamoyili asosida Nigoh ijodiy loyihasi o'tkazildi. Juda ham dunyoda populyar bo'lgan o'yinlaringizda bolalarga kerak narsa bor. O'zbekiston Davlat drama teatrida 57-ochilish mavsumi bo'lib o'tdi. Poytaxtda Toshkent klassik musiqa festivaliga start berildi. Yangi maqom namunalari o'quv qo'llanmasi taqdimoti bo'lib o'tdi. Maqomlarimizda asosan g'azallar ijro qilinadi. Navoiy hazratlaridan tortib Lutfi, Ogahi, Fuzuli hamma klassiklarimiz g'azallari aytiladi. Shu va boshqa yangiliklarni Madaniyatnoma informatsion tahliliy dasturida kuzatib boring. 5-6 yoshimdan o'zimcha jajji tomoshalar qo'yganman. Turkiston san'at saroyida O'zbekiston xalq artisti Bahodir Yo'ldoshev tavalludining 80 yilligiga bag'ishlangan Sahna mening hayotim nomli adabiy ma'rifiy xotira kechasi bo'lib o'tdi. Teatr men uchun taqdir. Muhtaram prezidentimizni mana shu katta bir buyuk insonga bergan e'tiborlari, u insonni san'atiga bo'lgan hurmatlari, shu orqali o'zbek teatr san'atiga bo'lgan hurmat deb men buni ochiq oydin ayta olaman. Chunki bugun mana zalda o'tirgan tomoshabinlarni ko'ryapsiz, hamkasblarni ko'ryapsiz, ijodkorlarni ko'ryapsiz. Bularning ko'zidagi o'sha miltillagan yoshni sababi ham men shunda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki u san'atini qadrlanganligini ko'ryapti. San'atiga bo'lgan e'tiborni ko'ryapti. Muhtaram prezidentimizning o'sha maxsus topshiriqlari, ularning tashabbuslari va o'sha Vazirlar Mahkamasining tegishli farmoyishlari bilan katta bir ijodkorga juda yuksak e'tirof qilindi bugun. Xotira kechasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maslahatchisi Xayriddin Sulton, Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, madaniyat va san'at vakillari, Bahodir Yo'ldoshevning yaqinlari, do'stlari, shogirdlari ishtirok etishdi. Men shunday xotira bilan eslayman deb aytib bo'lmaydi, unga sig'adigan odam emas. Bu saroylarga ham sig'adigan odam emas. Bu juda katta odam. Bugun xalqimiz, yurtimiz, vatanimiz, prezidentimiz o'zini san'atini va san'atkorini ulug'ladi. O'zini san'atkorini ulug'lagan xalq ulug' xalq. Uni ta'rifga juda qiyin. Men juda ham bu odam bilan ko'p ishlaganman, shu birga bo'lganman. Birga o'qiganmiz, lekin men hozir aytaman, bu odam menga ustozlik qilgan. Bahodir Yo'ldoshevdek rejissyor bilan ishlaganimdan, necha yil spektakllarda bosh qahramonlarni ijro etganimdan, dunyo kezganimdan, ular bilan birgalikda shu teatrimiz birinchi o'rinlarni olardik. Juda katta muvaffaqiyatlarga erishganman. Mana shu meni unvonimni olishimda ham bu yil men endi O'zbekiston xalq artistini berishdi. Ularning ham juda ham ko'p hissalari qo'shilgan. Mazkur xotira kechasida nafaqat Bahodir Yo'ldoshevni yodga olish, balki uning san'atga, o'zbek milliy teatriga qo'shgan betakror hissasi yana bir bor namoyon etildi. Bahodir Yo'ldoshev ancha yillik rejissyor, lekin hayotini, butun umrini mana shu kasbiga bog'lagan. Fidoyilik bu hammasi. Muhtaram prezidentimiz mana shu narsani bilganligi uchun ham do'stlik ordenidan muborak bo'lsin, do'stlik ordeni bilan taqdirlandi. Bu ham bejiz emas. Mana bugunlik bo'lgan shu 80 yillik holatga muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan, shu Shavkat Miromonovning tashabbusi bilan bugunlik 80 yillik ham chiroyli bo'lib o'tdi. Buni o'zlaringiz guvohlaringiz bo'lasiz, xalq qancha mazza qildi. Yana eslandi Bahodir Yo'ldoshev. Kimligi yana bilindi. Uning hayot va ijodi uzoq yillar davomida teatr maydonida nafaqat spektakllar yaratish bilan, balki milliy san'atni yangi bosqichga ko'tarish, yosh ijodkorlarni tarbiyalash va millat madaniyatini targ'ib etish bilan bog'liqligi ta'kidlandi. Yo'q, mendan kuchli ham yaxshi bilaman. To'pini olib borib topshiradi. Qo'yib yuboring ayam. Qo'yib yuboring.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz, sizmisiz? Bugundan boshlab teatrlar mavsumi ochildi. Hamma teatrlarda spektakllar bo'ladi. Bugungi spektakl sizga yoqdimi? Ha, yoqdi. Hammaga rahmat. Mazza qilib ko'rdik. Jannatga kirgandek bo'ldik bizlar. Katta rahmat hammalarga rahmat. Nima xulosa oldingiz? Zo'r salbiy xulosalar, ijobiy deymi, ijobiy. Mana zo'r. Ko'p yashasin, yuzlarga kirsin hamma artistlar. Endi mavsum davomida yana kelasizlarmi? Nasib bo'lsa kelamiz. Ko'plashib kelamiz. Ko'p odamlar yig'ib kelamiz. Sanjar miltig'ini ko'pdan beri Dirdonaxon degan qizga mo'ljallanyapti. O'zbekiston davlat drama teatrida 57-ochilish mavsumi bo'lib o'tdi. Yangi mavsumning ilk kunida teatr jamoasi tomoshabinlar uchun Said Ahmadning Ufq romanini sahnalashtirdi. Shu dildor kelingni bitta bolasiga otalik qilasan. Ushbu teatrning ochilishini muxlislar sog'inib kutganligi aniq. Buni zalga sig'may qolgan tomoshabinlardan ham bilish mumkin. Bugun ham bugungi kechamizni shularga bag'ishladik. Ular seni diqqat bilan o'tirib ko'rishlari, sen bilan birga yashashlari, sen bilan birga ko'z yosh to'kishlari odamga bir boshqacha motivatsiya beradi-da. Yana ham shu insonlar uchun, tomoshabinlar uchun ishlashga jalb qiladi-da. Shuni ko'rganing sari bekor tanlamagan ekanman bu kasbimni deysiz. Men spektakl o'ynash jarayonida juda bir boshqacha holatlarga tushasanda odam. Hozirgi daqiqalarimizga, hozirgi kunimizga shukr qilasanda. Iloyim kelajak avlodlarimiz ham bu kunlarni ko'rmasin. Men birdan bir niyatim shu. Urush ko'rmasin, farzand dog'ini ko'rmasin. Bola otaga oq bo'lmasin. Bu spektakl hozirgi paytda insonlarning o'rtasida dolzarb bo'lgan va yo'qolib borayotgan mehr-oqibatni namoyandasi deb bilamiz. To'g'ri, buning ichida urush voqealari bor. Sevgi, muhabbat, sadoqat, lekin asosiysi shu mehr-oqibat. Yaqinlarga bo'lgan mehr-oqibat, vatanga bo'lgan sadoqat. Xalqimizga mana shunday tuyg'ularni ulashib olganimizdan xursandmiz. Bugundan boshlab bizni mavsumimiz ochiq deb e'lon qilindi. Bu degani teatrga kelinglar, sizlarni kutib qolamiz. Yaxshi spektakllarimiz juda ko'p, bir-biridan yaxshi. Kelinglar, maroqli hordiq chiqaringlar. Odam har zamonda dam olib turish kerak. Tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lgan ushbu spektakl rejissyori hammamizga aktyor sifatida yaxshi tanish bo'lgan Samiddin Lutfullayev. Spektakl muvaffaqiyatli chiqqanini teatrning ochilish mavsumiga tashrif buyurgan Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Ahmedov ham ta'kidladi. Buyuk san'atkorlarimiz Po'lat Said Qosimov, buyuk san'atkorlarimiz Tuti Yusupova hamda O'zbekiston xalq artisti yaqin unvonini olgan Tohir Saidov bilan ko'rgandek bo'ldi. Bu yil 57-mavsumni aynan mana shu katta dargohda Ufq asari bilan ochishda ham o'zigacha bir ma'nosi borki, bugun xalqimizda ayniqsa yoshlarimiz orasida mehr, oqibat, vijdon yoki or haqidagi gaplar faqat kitobiy yoki bir intervyularda gapiriladigan bir gapga o'xshab qoldi-da. Teatrning asosiy vazifalaridan biri, ko'p rejissyorlar bu narsani qilishgan. Biz aytishimiz kerak, tomoshabin orasida nima yo'qolayotgan bo'lsa, ilg'ash kerak. Rejissyorning ham qobiliyati, dramaturgning ham qobiliyati shunda. Bu yil mavsumimizda o'zi repertuarimizda jahon klassikal asarlaridan, o'zbek adabiyotini juda ham go'zal namunalaridan sahnaga qo'yganmiz. Avloniy bo'ladimi, jahon klassikasidan William Shakespeare bo'ladimi, o'zimizni Erkin A'zamni drama bugungi kunda zabardast yozuvchilarimizdan Erkin A'zamni qalamiga mansub ustoz Alimjon Saniyev tomonidan sahnalashtirilgan noyob ajoyib spektakllar bor. Uni har biri o'ziga xos. Va yangi spektakl bolalar uchun hozir bugungi kunda o'ylayapmiz va tomoshabinlarimizga qonun himoyachilari haqida ham yaxshi spektakl niyatdamiz. Prezident tashabbusi bilan yuqori darajada nishonlangan Bahodir Yo'ldoshevning 80 yillik yubileyi O'zbekiston davlat drama teatrida ham nishonlandi. Mavsum ochilish oldidan Bahodir Yo'ldoshev va u bilan uzoq vaqt birga faoliyat yuritgan teatr rassomi Grigoriy Brim xotirasiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Ustoz san'atkorimiz marhum Bahodir Yo'ldoshevning 80 yilligi yubileyi va hamda Georgiy Brim rassom
90 yillik yubileyga bag'ishlandi. Bizni aynan bu yilgi mavsumning ochilishi ham shularning xotirasiga bag'ishlab o'tkazildi. Ustoz Olimjon Salimov bugungi mana shu Bahodir Yo'ldoshev aynan mana shu sahnada ishlaganlari, bir necha spektakllarni bu yerda bir necha yillar davomida Georgiy Brin bilan qo'yishgan va bugun estafetani ustoz Olimjon Salimov qo'llarida va men ham ulardan ta'lim olib, rejissyorlik sirlarini o'rgatyaptilar. Meni jazoimni faqat siz berasiz. Meni jazoimni faqat siz berasiz. Meni jazoimni faqat siz berasiz. Meni jazoimni. Yurtimizning barcha teatrlari tomoshabinlar uchun o'z eshiklarini ochishdi. Yangi mavsum uchun bir-biridan qiziqarli spektakllar, premyeralar tomoshabinlarni kutmoqda. O'zimizning durdona asarlarimizdan tortib jahon klassik asarlarigacha bo'lgan spektakllarni tomosha qilish uchun O'zbekiston Davlat drama teatriga tashrif buyuring. Repertuarlarni teatrning rasmiy saytidan bilib olishingiz mumkin. O'zbekiston Davlat filarmoniyasi 89-konsertlar mavsumiga start berdi. Shu bois bugun Xalqlar do'stligi san'at saroyida katta gala konsert bo'lib o'tmoqda. Dasturda filarmoniyaning ijodiy jamoalari va xonandalari ishtirok etishib, o'zlarining eng sara musiqiy chiqishlarini tomoshabinlar e'tiboriga havola etishadi. O'zbekiston Davlat filarmoniyasi 1936-yil Respublika hukumatining maxsus qarori bilan tashkil etilgan. O'tgan yillar davomida filarmoniyaning ijodiy jamoalari ishtirokida 20 mingdan ortiq ommaviy madaniy tadbirlar va konsert dasturlari bo'lib o'tdi. Eng asosiysi mana shu an'ana sifatida mavsum ochilishi va taqdirlash marosimini yo'lga qo'yildi. Xudo xohlasa bu yillar osha o'zini yanada sayqallashib, yanada o'zini chiroyli, jonli tarzdagi konsert dasturlari bilan xalqimizni xushnud etishda davom etadi degan niyatdamiz. Yana bir yangilikni sizlarga aytib o'tishimiz kerak. Bizni O'zbekiston Davlat filarmoniyasi tomonidan aynan mana shu Milliy simfoniyalik orkestrimiz ishtirokida xalqaro Music Fest in Tashkent festivalini tashkil qilyapmiz. Badiiy jamoalarimizni ham, boshqa orkestrlarimizni ham konsert dasturlari mana shu sentyabr oyidan boshlab iyun oyiga qadar rejalashtirilgan 100 ga yaqin konsert dasturlari muxlislarga taqdim etiladi. Men o'ylaymanki, bu faqat tomoshabin uchun emas, biz san'atkorlar uchun ham juda katta narsa beradi. Chunki biz nima deydi, haligi imtihon topshirgandek imtihonni topshiramiz va yana boshqa yangi semestrga qadam qo'ygandek yangi dasturlar tayyorlashga, yangi dasturlarni tomoshabinlarimizga taqdim etishga kirishamiz. Filarmoniya faoliyatida xorijiy davlatlar bilan amalga oshirilayotgan xalqaro aloqalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Buning natijasida 2018-2015 yillar davomida 15 ga yaqin xorijiy davlatlarda faoliyat yuritayotgan filarmoniyalar, ijodiy jamoalar, madaniy tashkilotlar hamda madaniyat va san'atni qo'llab-quvvatlash xalqaro fondlari bilan memorandumlar imzolanib, o'zaro hamkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Voy, nima yo'qsiz? Mana bugun filarmoniya ochilishi bo'lyapti. Konsertlar mavsumi boshlandi. Filarmoniya bilan qachondan beri ishlaysiz birgalikda? Filarmoniya bilan Xudo xohlasa endi yaqinda 1 yil bo'ladi, oktyabr oyida. O'tgan yil kirganman oktyabr oyida. Juda ham ta'sirli, quvonchli, hamma tomonlama o'zlarini professional yo'nalishlari bilan ajralib turadi. Musiqa yo'nalishi, cholg'u asboblar, xoreografiya hammasi o'ziga yarasha betakror yo'nalishlari bilan ajralib turadi. Aynan mana shu 1 yil faoliyatingiz davomida siz nechta tadbirlarda ishtirok etdingiz filarmoniyada? Juda ham ko'p tadbirlarda ishtirok etdim. Navruz, Mustaqillik bayramlarida va undan tashqari Tojikistonda bo'lib o'tgan Navruz bayramida ham O'zbekiston bo'lib, bitta filarmoniya oila bo'lib qatnashib keldik. Azizlar, konsert dasturimiz davom etadi. Ustoz, mana bugun filarmoniyaning 89-yilga ochilish mavsumi bo'lib o'tyapti. Siz nechinchi mavsumida kelgansiz? Nechinchi mavsumidan boshlab birgalikda filarmoniya bilan ishlayapsiz? Men bir 10 yil, 20 yil bo'lib qoldi filarmoniyada ishlayotganimga. Bu qanaqa tadbir bo'lsa, hamma tadbirlarga qatnashib kelyapmiz. Xudo xolasa, yurtimizda bunday bayramlar ko'p bo'lsin, bizga bayramlarga qatnashish bu
faxr. Filarmoniyada bizlar har bir tadbirni bekor o'tkazmaganmiz hech qachon. Qanaqa tadbir bo'lsinki, bizning mana shu ishxonamizni, qolaversa yurtimizni bizlar nima deydi, hozir san'atkorlar ko'pda, endi to'g'risi aytganda, chaqirganidan qolmaganmiz. Qo'ldagi bizningki qilgan ijodimizdagi qo'shiqlarimiz agar xalqimizga, shu yurtimizga ma'qul kelsa, biz har doim xizmatdamiz. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, o'tgan yillar mobaynida filarmoniyaning 50 nafarga yaqin xodimi O'zbekiston xalq artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mehnat shuhrati, do'stlik, fidokorona xizmatlar uchun ordenlar, shuhrat, kelajak bunyodkori medali kabi yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Ushbu natijalar bugun konsert tomosha yo'nalishida O'zbekiston davlat filarmoniyasining madaniyat sohasi lokomotiviga aylanganini ko'rsatadi. Xorij bilan bellasha oladigan kreativ va zamonaviy spektakllarni yaratish maqsadida Nigoh ijodiy loyihasi tashkil qilindi. Juda ham dunyoda populyar bo'lgan o'yinlaringizda bolalarga kerakli narsa bormi? Ko'rinib turibdiki, o'sha komediya janri bo'ladimi, qo'g'irchoq janri bo'ladimi, drama janri bo'ladimi, yangicha g'oyalar albatta mana shunaqa joylarda tug'iladi. Men o'ylaymanki, bu o'zini teatrlarni hayotida, bu kelajagida juda katta ahamiyatga ega bo'ladi hamda xalqaro nufuzli darajaga bizning teatrlarimizni olib chiqadi. Hamda yoshlarimizni mana muhtaram prezidentimiz asosan hamma urg'uni ko'rayotgan bo'lsanglar, har bitta yo'nalishda, shu ta'lim yo'nalishi bo'ladimi, teatr yo'nalishi bo'ladi, madaniyat yo'nalishi bo'ladimi, ahamiyatini yoshlar uchun imkoniyat yaratib beryapti. Mana shunaqa loyihalar bizning o'sha bitiruvchilarimizga ham yoki teatr hayotiga qiziqadigan oddiy odamga ham shunaqa loyihalar qo'llab-quvvatlab imkon yaratib beradi. Chiroyli yoshlarning ichidan bitta otilib chiqadigan mana shuni asar bo'lishi kerakki, shuni butun xalqimiz sevib tomosha qilishi. Mana shu maqsadda shu narsa, ya'ni Nigoh loyihasi tashkil qilindi. Bu kompozitor, dramaturg, rejissyor, rassom to'ralasi birlashib yoshlardan bir loyihani taqdim qilishadiki, shu loyihani mana shu bugun loyihalarni komissiyalar deriz, jyuri a'zolari ularni ko'rib chiqib, o'shalarga o'rin berib tavsiya qilinadi. Ushbu loyiha doirasida yosh ijodkorlar, rejissyor, dramaturg, kompozitor, rassomlarning bir maqsad yo'lida hamkorlikka chorlash va ularni ham moddiy, ham ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlash rejalashtirilgan. Rejissyor, dramaturg, kompozitor va rassom shu paytgacha menimcha bo'lmagan desam ham mubolag'a qilmayman, chunki bu eng muhim bir omillardan biri hisoblanadi-da. Bularni, bu ijodkorlarni bitta joyga yig'ilishi bu juda ham katta bir ijodni uyg'otadigan bir loyiha hisoblanadi. Parkent ijod uyida 3 kun davomida ijodkorlar bugungi kundagi dolzarb mavzudagi zamon qahramonlari aks etgan, jamiyat rivojiga hissa qo'shayotgan shaxslar hayoti haqidagi asarlar bilan ishtirok etishdi. O'zgartirdik asarni. Asar yosh tomoshabinlar teatri uchun mo'ljallangan. Loyiha doirasida 5 ta jamoa g'olib deb topilib, Nigoh nodavlat notijorat birlashmasi tomonidan moddiy rag'batlantirildi. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Respublikamizdagi mavjud teatrlardagi barcha rejissyorlar, kompozitorlar, dramaturglar, rassomlar qatnashib, 10 kun davomida ustozlarimizdan master klasslarni oldik. Qolaversa o'z asarlarimiz bilan Nigoh ijodiy loyihasida ishtirok etdik. Juda ham xursandmiz. Bugun mana shunday ajoyib statuetka va rag'batlantirishlar bilan mukofotlarni oldik. Zamonaviy texnologiyalar bilan teatrlarimizda yanada bir zabardast asarlarni yaratishimizga bu ko'makdoshi bo'ladi, xudo xolasa. Bundan oldingi 40 ta o'sha asarlar ichida bizaniki 10 talik tanlab olingandan keyin shu 10 talik ichida shu sovrindorlar qatoridan javob oldik. Eng yaxshi birinchi bo'lib bizga sovrinni taqdim etishdi. Biz ustozlarimizdan, hakamlar hay'atidan juda xursandmiz, minnatdormiz. Ularga rahmat deb aytamiz. O'zlarining fikrlarini, takliflarini bildirib, bizga qo'llab-quvvatlaganliklari uchun. Parkent ijod uyida bo'lib o'tgan Nigoh ijodiy loyihasi konsert dasturi bilan yakunlandi. Loyihada g'olib bo'lgan asarlarni esa 2026-yilda teatr sahnalarida ko'rishingiz mumkin.
O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Davlat filarmoniyasi, Yevropaning madaniyatni qo'llab-quvvatlash fondi, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi hamda boshqa tashkilotlar hamkorligida ilk bor Toshkent klassik musiqa festivali tashkil etildi. Jahonning mashhur taniqli musiqa ijrochilarini O'zbekistonga tashrif buyurgan holda ular bilan bizni orkestrlarimiz, Milliy simfonik orkestrimiz hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida katta konsertlar namoyish etilyapti. Bu bilan birgalikda orkestrlardagi musiqa ijrochilarining mahoratini oshirish, shu bilan birga tajriba almashish, shu bilan birgalikda xalqimizni aynan mana shu mashhur dunyoga mashhur bo'lgan, taniqli bo'lgan san'at namoyandalari bilan, musiqa ijrochilari bilan yaqindan tanishtirish. Festival faqatgina konsert dasturlaridan iborat bo'lmaydi. Musiqa yo'nalishidagi ta'lim muassasalarida festival doirasida tashrif buyurgan mutaxassislardan mahorat darslari ham o'tkaziladi. O'sib kelayotgan yosh avlodni, aynan mana shu yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarimiz, o'quvchilarimizni mahoratlarini oshirish bilan katta sahnaga ularni tayyorlash, ularga mana shu professional ijodkorlar bilan tajriba almashish imkoniyatlarini berish bo'lsa, ikkinchi tomondan xalqimizni aynan jahon musiqa san'ati bilan yaqindan tanishtirish, ularni o'sha musiqaga bo'lgan qiziqishlarini, ehtiyojlarini va mana shu yo'nalishdagi san'at ustalarini yaqindan ularga ijro mahoratlarini namoyish etishdan iborat bo'ladi. Eslatib o'tamiz, festival 22-sentyabrdan 3-oktyabrgacha davom etadi. Madaniyatnoma Dilnavoz Muhammadqul va Jasurbek Abdujalilov Madaniyat vazirligi matbuot xizmati. sentyabr kuni O'zbekiston xalq hofizi Erkin Ro'zimatov tomonidan ixtisoslashtirilgan madaniyat va san'at maktablari hamda maktab internatlari uchun tayyorlangan yangi maqom namunalari nomli o'quv qo'llanmasining taqdimoti o'tkazildi. Maqom san'ati sharq musiqa merosining eng yuksak, murakkab va mukammal yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu o'quv qo'llanma maqomni endi o'rganayotgan yoshlarga dasturulamol bo'ladi. Maqomlarimizda asosan g'azallar ijro qilinadi. Navoiy hazratlaridan tortib Lutfi, Ogahi, Fuzuli, hamma klassiklarimiz g'azallari aytiladi. Navoiyni o'qigani yaxshi, Fuzulini o'qigani yaxshi albatta, lekin ijroda ozgina ijro qilayotgan ma'nosini ozgina tushunsa ijrochi, bola bo'lsa ham, bu boshqacha ijro qiladi. Shuning uchun shuni nazarda tutgan holda soddalashtirib, o'sha maqomlarimiz ohanglarini buzmagan holda, putur yetkazmagan holda hech qaysiga o'sha g'azallarni o'ziga nazira qildik. Habibiy domlani, Chustiy domlani, Shokirxon Hakimiy, Erkin Vohidov, Muhammad Yusuf, Anvar Isroilov qator shoirlarimizni kitoblarini varaqlab, o'sha radibga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi, shu tomonlarni e'tiborga olib nima qildim, ishladim. Va qolaversa, yashab ijod qilayotgan shoirlarimizdan Mahmud Toyirov, Nuriddin Aminjonov, Diloram Ergasheva, Azizbek Hakimov, Muhayyo Mirsaidova, buxorolik shoirimiz Abdunabi Hamro, bular bilan bog'lanib, o'sha original asosiy ijro qilingan g'azallar jo'nataman. Ular shunga bolalar tilidan nazira qilib berishadi. Shu yoshligidan shu bizga ergashib shu darajaga man faxrlanaman. Mahmudjon Tojiboyev maqom alifbosini chiqargan bo'lsa, o'sha ustozini ishini davom ettirib, bu hozir maqom saboqlari, yangi O'zbekiston maqomlari degan kitob chop etishdi. Bu bilasizmi, butun yosh avlod uchun. Masalan, oddiy maktabdan institut darajasiga yetib keladigan kitob bo'ldi-da, o'qish o'shandan foydalanadigan kitob bo'ldi. Chunki biz o'zimiz ham yoshligimizda ashula aytganmiz, masalan, tushunmay o'sha g'azallarimiz bilan aytiladigan klassik narsalarimiz aytganmiz. Endigi aytadigan yosh bolachalarimiz, oddiy o'quvchilar ham o'zini tilida, o'zini tushunadigan nimasida
masalan hozirgi zamonaviy shoirlarda yozgan she'rlari bilan bu kitobga qo'yildi. O'sha maqomlarga so'zlar qo'yildi. Tushunarli qilib o'zlari tushungan holda aytadigan bo'ldi. Hattoki bu kitobdan bolalar bog'chasi ham foydalansa bo'ladi. O'rta maktablar, musiqa maktablari, ixtisoslashgan maqom maktablari, pedagogika institutimizda talabalar foydalansa bo'ladi. Chunki ular bolalar bilan bog'liq ishlari. Shuning uchun bolalarimiz bilan bog'liq qaysi jamoalar bo'ladigan bo'lsa foydalanishga haqli. Yangi maqom namunalari o'quv qo'llanmasi maqom markazining Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar hududiy bo'limlariga, shuningdek ixtisoslashtirilgan madaniyat va san'at maktablari, maktab internatlari hamda respublikadagi bolalar musiqa va san'at maktablariga yetkazish rejalashtirilgan.